Munisaning tushiga bugun yana o'g'li Umidjon kirdi. U oppoq kiyimda emish. Hadeb hovlini aylanib, unga qarab, qiqir-qiqir kularmish. Munisa, "Kel o'g'lim, ovqatingni yeb ol" deya chaqirsa, Umidjon sho'xlik qilib qochib ketar va bir zumda g'oyib bo'larmish. Munisa esa "Bolam" deya yig'lab qolaverar ekan. Ayol qo'qqisdan uyg'onib ketdi. Beixtiyor o'ngida yoshlangan ko'z yoshlarini arta boshladi va atrofga jovdirab, o'g'lini qidira boshladi. Qani edi tushi o'ngiga aylanib qolsa-yu, nuri diydasini to'yib bag'riga bossa. Afsus, taqdiri azalning hukmiga biror chora topmoq mushkul ekan. Yo'qsa, u tilab olgan o'g'lidan judo bo'lib o'tirarmidi? Munisa tibbiyot bo'yicha tahsil olayotgan kezlari Nodir ismli yigit bilan tanishib qoldi. Keyin yuldiziga to'g'ri kelib, oila qurishdi. Ular ketma-ket 3 ta qiz farzandli bo'lishdi. Nodirning ko'ngli g'ashlana boshladi. Go'yo o'g'il farzandi yo'qligi oilada fayz barakani artayotgandek edi. Endi kunora urush janjal avj olardi. Nodir ichib kelar, "Nega mening o'g'lim yo'q? Menga o'g'il kerak, bildingmi? Qiz tug'adigan xotin bilan yashamayman, ket" deya Munisaning dilini xira qilardi. Xudo ayolning jonini temirdan, sabr qanoatini po'latdan yaratgan desa, mubolag'a bo'lmaydi. Munisa bularning barchasiga sabr bilan tishini tishiga qo'yib chidadi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay, Allohning bu mushtipar ayolga rahmi keldi va ko'chkordek o'g'il ato etdi. Nodirning quvonchini so'z bilan ta'riflab bo'lmasdi. Umidjon tug'ildi-yu, oiladagi janjallar barham topdi. Xushnud kunlar boshlandi. Umidjon salisini tanib olgach, uni bog'chaga berishdi. Chunki kuni bo'yi Munisa va Nodir ishda, qizlari esa maktabda bo'lardi. Umidjon 5 yoshga to'ldi. U juda sho'x, o'yinqaroq bola bo'lgandi. Bog'chadan tez-tez qochib kelar, tengdoshlari bilan qayergadir o'ynab ketib qolardi. Bir kuni u qo'shni bog'chadosh bolalar Hasan va Husan bilan birgalikda bog'chadan qochib ketdi va o'rtoq yigitchalarga "Ketdik, cho'milishga boramiz. Sizlarni dadam meni ko'p cho'miltiradigan joyga olib boraman" dedi. Bolalar sho'x-shodon bo'lib, ekin yerlarini sug'orish uchun maxsus qazilgan ko'l tomon yetaklashib, yugurib ketishdi. Bu vaqtda Munisa shifoxonada bemorlar bilan ovora edi. Shu payt unga bog'chadan qo'ng'iroq bo'layotganini aytishdi. Tarbiyachilardan "Umidjon qo'shningizning bolalari bilan yana qochib ketibdi. Ulardan darak yo'q" degan xabarni eshitdi. Hech qisi yo'q, uyda bo'lsa kerak. Opalari ham maktabdan kelib qolgandir deya o'yladi Munisa. Nodir shu kuni negadir ishdan ertaroq qaytdi. Endi darvozasiga yaqinlashayotganida qo'shnisi Akbar shoshilgancha "Nodir, Zafarning egiz o'g'ilchalari ko'lga cho'kibdi. Birini topib shifoxonaga jo'natdik, ikkinchisi yo'q" deb qoldi. Nodir shoshilib o'sha tomonga yugurdi. Ular ham ko'lga tushib, egizlarning ikkinchisini qidira boshlashdi. Shu payt Nodirning ko'zi qamishlar orasida yuztuban yotgan bolaga tushdi va darhol borib, bolani ko'tardi-yu, dahshatdan baqirib yubordi. Bu o'zining tilab olgan o'g'li Umidjon edi. Shu arada egizlarning ikkinchisi Hasanni ham jonsiz holda topishdi. Uyga kelgan Munisa erining qo'lida yotgan jonsiz norasidasini ko'rib, hushini yo'qotdi. Ertasi kuni dilni larzaga soladigan dod faryod bilan dunyoga to'ymay ketgan 3 go'dakni qabrga qo'yishdi. Mana shu voqeadan so'ng Munisa 8 oy farzandi dog'ida betob bo'lib yotib qoldi. Endi tuzalib oyoqqa turganida bir kuni yeri ichib kelib, "Sen befahm o'g'limga eplab qarolmading" deya jazava bilan xotinini do'pposlay boshladi. Erining beayov kaltaklash tufayli ayol og'ir ahvolda shifoxonaga yetkazildi. Singlisining zulm ko'rayotganini ko'rgan Munisaning akasi bu haqda ichki ishlar bo'limiga ariza berdi. Bundan xabar topgan Nodir esa jazavaga tushib uyiga kirib, hovli darvozalarini tamballab oldi. Hali shifoxonadan chiqib ulgurmay, eri o'zini osib qo'yganligi haqidagi shum xabarni eshitgan Munisaning dili yana larzaga keldi. Shu tariqa taqdirning achchiq zarbalarini yelkasiga ortgan Munisa 3 qizi bilan yolg'iz qolib ketdi. Taqdir zarbalari tufayli Munisa ich-ichidan ezilib, qani edi, barchasi tush bo'lib qolsa deya faryod qilsa-da, matonat bilan yashashni ham unutib qo'ygani yo'q.